Assalomu alaykum. Sport maydonchalariga ovoz berish boshlandi. Mana shu bizning qishlog'imizning silkasi. Ustiga bir marta bossangiz ochiladi. Mana bizning qishloqda silkasi chiqdi. Yo'g'onzor. Ovoz berish tugmasi mana pastda turibdi. Ovoz berish tugmasini bir marta bosiladi. Bosilgandan keyin telefon nomer kiritiladigan joy chiqdi mana. Shu yerga telefon nomer kiritamiz. Telefon nomer kiritgandan keyin SMS yuborish keladi telefonimizga. O'sha SMS xabarnomani kiritishimiz kerak bo'ladi. Telefon nomeringiz nechiligida? 90 269 9201. Xo'p, ya'ni robot tugmasini bosib qo'yasiz, kompyuterdan kirsangiz, telefondan kirsangiz, menimcha bu chiqmasa ham kerak, balki chiqar. Telefondan kirib ko'rganim yo'q. Yuborish tugmasini bosamiz, mana SMS kod. Telefonga borgandan keyin SMS kodni kiritishimiz kerak. Demak, kod keldi. Bizda kodimiz 669 ekan. Yuborish tugmasini bosamiz, mana ovoz qabul qilindi. Demak, 3 ta ovoz qabul qilindi hozirga. E'tibor